يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا اليوم الملابس. جمع الكلمة libas. Malabis so'zining ma'nosi kiyimlar. Birligi libas, ya'ni kiyim degan ma'noni anglatadi. Ad-darsu at-tasi'u. 9-dars. Kalimatut dars. Darsdagi so'zlar, ya'ni yangi so'zlar. Aro ko'raman, ko'ryapman. Qomisun. Qomis degani ko'ylak. Erkaklarni rubashkasiga ham qomis so'zi ishlatiladi. Lawnun rang. Azroq. Azroq degani ko'k, ko'k rangi. Ufaddilu afzal ko'raman. Maqos razmer, ya'ni o'lcham. Maqosun. Hizaun oyoq kiyim. Munasibun munosib. Jawrobun paypoq. Nazzaratun bu ochki, ya'ni ko'zoynak. Badlatun kostyum. Yaishu yashaydi. G'obatun g'obatun o'rmon. Dajajun tovuq. Bintolun shim. Yangi so'zlarimiz shular ekan. Endi namurru bi ta'biroti dars. Darsdagi yangi iboralarga o'tamiz. Birinchi iboramiz masaul xoyr. Masaul xoyr. Masa degani kechki payt. Al xoyr yaxshi. Ya'ni yaxshining kechasi bo'lmaydi-ku. Endi buni aynan iboradagi tarjimasi xayrli kech. Demak, xayrli kech. Kam si'ar. Kam si'ar degani si'ar narx. Kam o'tganimizda nima degani edi? Tamam. Izan kam bima'na qancha. Narxi qancha. Narxi qancha turadi, nimanidir. Kam si'ar al nima deyishimiz mumkin? Al malabis. Kiyimlarda narxi qancha? La ba's. La ba's. Hech qis yo'q. Albisatun daxiliyatun. Albisatun daxiliya. Daxiliya degani ichki. Albisa kiyimlar. Libasni albisa va malabis degan ko'pligi bor ekan. Bu yerda albisatun kiyimlar, daxiliya ichki kiyimlar. Darajatun hawaiya. Darajatun hawaiya. Qurratul qadam. Qurra degani to'p. Al-qadam degani nima? Oyoq. Oyoq to'bi, ya'ni futbol. Fut oyoq, bol to'p. Qurra to'p, al-qadam oyoq. Futbol. Ma'nosi futbol ekan. Endi surat doimgidek surat berilgan. Tagida savollarni o'qib, suratga qarab javob beramiz. Maza tara fi suratil ula. Birinchi suratda nimani ko'ryapsan? Mana birinchi surat. Ana ara fi suratil ula supermarket. Ana azunnu hazihi supermarket للملابس يعني لشراء الملابس فيها ملابس كثيرة. Demak, birinchi suratda men supermarketni ko'ryapman. Supermarket men o'ylashimcha kiyimlarni sotib olish uchun mo'ljallangan. Chunki uni ichida kiyimlarni ko'ryapman. Esa naltaqi as-sual as-sani. Ikkinchi savolga o'tamiz. Unzur ila surati as-saniyati mal malabisu allati taraha. Unzur qala ila suratga as-saniya. Ikkinchi suratga qara. Taraha sen ko'rayotgan. Allatini gan deb tarjima qilamiz. Demak, bizda yangi so'z allati. Sen ko'rayotgan al-malabis ko'ylaklar, ya'ni kiyimlar nima? Ikkinchi suratga qara va sen ko'rayotgan
kiyimlar nima va ularni ayt demoqchi. Ana ara fi surati as-saniyati al-malabis. Men ikkinchi suratda kiyimlarni ko'ryapman. Va hiya va ular qubba'a. Qubba'a bima'na bosh kiyim. Va ribatul unuq. Ribatul unuq. Ribat degani bog' degani. Unuq degani bo'yin degani. Ya'ni bo'yin bog'. Ribatul unuq. Bu so'zlar aynan kitobda keltirilmagan, lekin bu so'zlarni qanday yoziladi va uni tarjimalarini bemalol Telegram kanalimizdan topishingiz mumkin. Telegram kanalimizning silkasini mana shu video tagida, opisaniyada topishingiz mumkin. Demak, hiza oyoq kiyim va thumma qamis ko'ylak va bintol shim va badla. Badla nima edi? Tepada ko'rganmiz mana. Badlatu. Yuqoridagi kelgan so'z kostyum va fustan. Fustan degani ko'ylak. Bu ayollarning ko'ylagi bo'lgani uchun fustan ishlatiladi. Lekin erkaklarning ko'ylagiga nisbatan fustan ishlatilmaydi. Ya'ni ayollarning ko'ylagi fustan, erkaklarniki qamis. Tamam? Mafhum? Ana azunnu kullukum tafhamunani. Men o'ylaymanki, hammangiz meni tushunyapsiz. Izan naltaqi ila tadrib at-tali. Keyingi mashqqa o'tamiz. Istami' va qura. Eshit va o'qi. Demak, ikkinchi suratda nimani ko'ryapmiz? Kiyim bozori, ya'ni shopping qilayotgan insonlarni ko'rishimiz mumkin. Nima haqida borishini hozir birgalikda xabarni o'qib javob topamiz. Izan naqra. Demak, o'qiymiz. Al-mushtari degani lug'atga yozib qo'ying. Al-mushtari xaridor. Al-bai' sotuvchi. Al-mushtari xaridor, al-bai' sotuvchi. Demak, xaridor aytayapti. Masaul xoyr, xayrli kech. Sotuvchi. Masaul xoyr, kayfa usa'iduka? Kayfa usa'iduka? Demak, xayrli kech deyapti xaridor. Va sotuvchi ham xayrli kech. Kayfa qanday? Usa'iduka yordam bera olaman sizga. Sizga qanday yordam bera olaman deb so'rayapti. Al-mushtari, law samaht, uridu an ara hadha al-qamis. Hadha al-qamis. Law samaht degani ijozatingiz bilan uridu xohlayman an ara. Ko'rishni xohlayman. Demak, ko'rishni xohlayman desa, uridu an ara bo'lar ekan. Yeyishni xohlayman bo'lsa qanday bo'ladi? Tamam, ahsantum. To'g'ri topdingiz. Uridu an akula. Yeyishni xohlayman. Uridu an akula. O'qishni xohlayman-chi. Tamam, ahsantum. Uridu an aqra'a. Uridu an aqra'a. Demak, ikkita fe'lni bir-biri bilan qo'shib gapirishni ham bilib oldik. Biror narsa qilishni xohlayman. Uridu an bir narsa xohlagan fe'lingizni qo'yib, tuslab gapirishingiz mumkin. Uridu an hara hadha al-qamis. Qamis ko'ylak. Bu ko'ylakni ko'rishni xohlayman. Endi al-bai'. Mal lavnu allazi tufaddiluhu? Tufaddiluhu degani siz afzal ko'rgan. Allazi gan deb tarjima qildik. Siz afzal ko'rgan rang qaysi? Al-mushtari. Ufaddilu al-lawna al-azraq. Xaridor aytayaptiki, ko'k rangni afzal ko'raman. Sotuvchi. Ma maqosuka. Maqos degani aytib o'tdimi? O'lcham. Sizning o'lchamingiz qaysi? Ma'ni doim ham nima deb tarjima qilmaymiz, ba'zida qaysi deb ham tarjima qilib turamiz. Ya'ni mana ma maqosukada qaysi va mal lavnul lazi tufaddiluhu ham qaysi rang deb tarjima qilindi. Tamam? Al-mushtari ya'ni xaridor, mutawassit, o'rta. Demak, uni o'lchami, ya'ni razmeri o'rta razmer ekan. Al-bai' sotuvchi, tafaddal, marhamat. Mushtari aytayapti, ya'ni xaridor. Innahu jayyidun va uridu hadha al-hiza'a law samahta.
Innahu degani hu degani demak u u. Inna degani albatta ya'ni u innahuni bitta qilib u deb tarjima qilamiz. U jayyid, yaxshi. Kiyimni aytyapti. U yaxshi ekan. Va uridu hazal hiza. Va bu oyoq kiyimni xohlayman. Ijozatingiz bilan. Ijozatingiz bilan bu oyoq kiyimni xohlayman. Al-bay'. Bay' degani demak sotuvchi. Mal maqosul lazi turid. Turid degani xohlayotgan, mana xohlayapsiz, gan qo'shildi, xohlayotgan. Maqos, ya'ni razmeringiz qaysi? Xaridor, la a'rifu bid-dabt. Bid-dabt degan aniq. Aniq deb tarjima qilamiz. La a'rifu, bilmayman, aniq bilmayman. Razmerini aniq bilmas ekan. Al-bay' sotuvchi. Tafaddal haza. Marhamat, buni ko'ringchi deyapti. Endi xaridor, innahu munasibun kam si'ruha. Innahu u munosib ekan, ya'ni loyiq ekan. Kam si'ruhu, uni narxi qancha? Sotuvchi, alfu liratin. Liratin yoziladi o'zbekchaga, lira deb tarjima qilinadi, ya'ni lira. 1000 lira. Xaridor, va kam si'rul qamis, va ko'ylakni narxi qancha? Sotuvchi, 800 liratin. Demak, 8 100 lira, ya'ni 800 lira ekan. Al-mushtari, xaridor, la ba's, tafaddal, marhamat deb beryapti. Al-bay', ya'ni sotuvchi, rahmat, shukron deyapti. Va naltaqi at-tadrib at-tali, va keyingi mashqqa o'tamiz. Tadarrub ala ma ya'ti. Nima kelgan bo'lsa mashq qil. Bu yerda bizga mashq beriladi, ya'ni savol va unga javob. Javobni har xil qilib o'zgartirishimiz uchun mana bu ko'k ramkalarning ichida bizga moslab so'zlar berilgan. Bu juda ham oson. Birgalikda bir qilib ko'ramiz. Maza turid? Maza turid? Nima xohlayapsiz? Uridu bintolan. Bintol nima edi? Tamam, shim degani. Bintol shim. Shim xohlayman. Shim xohlayman bo'lsa, bintolan degani mana bu an qo'shilib qolishi, ko'rib turibsiz, an qo'shilib qolishi demak nima ekan? Nimani bildiradi? An qo'shilishi ni degan qo'shimchani beradi. Ya'ni tushum kelishigini, o'zbek tilidagi tushum kelishigini bildirar ekan. Bintolan, ya'ni shimni xohlayman. Shimni xohlayman. Aynan nis tushib qoladi og'zakida, lekin yozuvda grammatika bo'yicha o'zbek tilida ham ni tushum kelishigi bor. Shim xohlayman deganimizda ham shimni xohlashimiz bilinib turadi. Ya'ni nisi bor. Shimni xohlayman. Demak, an qo'shimchasi nini beradi. Uridu bintolan. Endi buni arab tilida maf'ulun bihi deb ataladi. Maf'ulun bihi. Buni juda ham jiddiy qarashingiz kerak emas, chunki bu A1 darajadagilar uchun kitob, A1 A2. Shuning uchun grammatik qoidalar juda chuqur berilmagan. Asosan yangi so'zlarga e'tibor qaratgan. So'zlarni qanday ishlatish, so'zlarni gaplarning ichida qo'llash berilgan. Inshaalloh sekin-sekin grammatik qoidalarni ham ko'rib boramiz. Shunchaki sizlarga oson bo'lishi uchun nima bildirishni aytib ketyapman. Nima uchun bintolun bo'lib kelmayapti, bintolan bo'lib kelyapti deb savol berishingiz mumkin-ku. Unga javob demak bu tushum kelishida kelyapti. Bintolan shimni. Endi hizaan xuddi bintolni o'rniga biz demak nimani qo'yamiz? Mana shu hiza so'zini qo'yamiz yoki mana shu qolgan so'zlarni qo'yishimiz mumkin. Bitta qo'yib ko'ramiz. Uridu hizaan. Oyoq kiyimni xohlayman. Bularni ham qo'yib, yozib qo'yasiz. Bu uyga vazifa. Ma maqosuka. Maqos aytib o'tdim, razmer. Sizni razmeringiz necha? Ya'ni siz o'lchamingiz necha? Maqosi sag'irun. Maqosi sag'irun. Aytib o'tgan nima? Ye qo'shilishi egalikni bildiradi. Ya'ni meniki degan qo'shimcha. Ye mening razmerim kichkina. Ya'ni kichkinaroq narsa kiyadigan, ya'ni insonlar har xil bo'ladi-ku. Demak, bu odam kichkinaroq razmer kerak ekan. Uni o'rniga kabir qo'yishimiz mumkin ekan. Kabirun. Maqosi kabirun. Meni o'lchamim katta yoki mutavassit. Hal ta'rifu ayna suq? Hal degani mi ta'rifu.
bilmoq. Ayna qayerda, as-suq bozor. Bozor qayerdaligini bilasizmi? Al-maktaba. Endi biz nimani o'zgartirishimiz kerak bu yerda? Men tagiga chizib qo'yapman, o'zgartirish kerak bo'lgan so'zlarni. Demak, bu yerda sog'irni o'rniga bularni qo'yib ko'ramiz va suqni o'rniga bularni qo'yib ko'ramiz. Hal ta'rifu ayna suqni o'rniga hal ta'rifu ayna al-maktabatu? Hal ta'rifu ayna al-jami'atu? Va qolganlarni ham uyda qo'yib ko'ring. Tamam. إذا نلتقي إلى التدريب التالي وكينجي مشقة ham o'tamiz. انظر إلى الكلمات الآتية. الكلمات so'zlar al-atiya quyidagi so'zlarga qara. Bizda yangi qoida kelyapti. Lahiz ma ya'ti. Nima kelganini mulohaza qil. Buni o'qishdan oldin shu mulohaza qilib olsak oson bo'ladi. لاحظ ما يأتي نما كلينا ملاحظة قل هذه العلامة تسمى الشدة. هذه بو علامات يعني بيلجة تسمى نملنادة الشدة تشديد. Bu belgi tashdid deb nomlanadi. Bu belgi mana shu belgi. Ko'ryapsiz-a? Demak, bu belgi tashdid deb nomlanar ekan. Tashdid asosan bir harfni ikkita qilish uchun qo'llanadi. Masalan, ko'rib o'tamiz. Ko'ryapsiz-a? Mana shu so'z. Shadda. Dalni ustiga sukun va undan keyin dal yozgan. Buni yozish noqulay, nokomfort hisoblanadi. Shuning uchun bizda shadda belgisi bor. Ya'ni shadda. Mana bittadan yozasiz, ustiga shadda belgisini qo'yasiz. Tamam. Shadda deb o'qiladi. Mana bu yozilishdan bu yozish oson va qulay hisoblanadi. Madda mana. Asli madda so'zining ko'rinishi qanday? Mana bunday ekan-a. Demak, madda so'zining asl ko'rinishi bunday, lekin osonroq bo'lish uchun biz tashdid belgisini qo'yib aytyapmizki, madda. Zolla, karro, faddala, takallama. Mana takallama, allama. Tamam? Mafhum? Endi tepadagi so'zlarni birga o'qiymiz. Shadda, madda, adda, zolla, karra, farra, faddala, takallama, tafaddala, allama, ta'allama. Tamam? Bularni birgalikda o'qing va takrorlang. Istami' va raddid. Istami' eshit va raddid qaytar. Hazza degani aslida titramoq degani, lekin bu so'zlarning ma'nosini aytib o'tirmayman. Faqat o'qilishini o'qib beraman, chunki bu so'zlar sizlarga sal qiyinlik qilishi mumkin. Inshaalloh keyingi darslarimizda, kattaroq darajadagi darslarimizda bularning ma'nolarini ham aytib o'tamiz. Keyingi kitoblarda inshaalloh. Hazza, radda, khaffa, hamma, massa, raddada, fakkara, qarrara, saddada, shayyada. Tamam? Ana shunday o'qib e'tibor qilasiz va bu yerda sizlarga uyga vazifa bor ekan. Istami' ila ma ya'ti wada' alamat at-tashdid, ya'ni ash-shadda fil makanil munasib. Munosib bo'lgan joylarga tashdid belgisini qo'y va eshityapti. Qarang. Bu yerlarda e'tibor bergan bo'lsangiz, birortasida ham tashdid belgisi yo'q. Buni ustiga tepada kelgan va agar tepada kelmagan bo'lsa, lug'atingizga qarab bemalol bularni ustiga tashdidini qo'yib o'qib qo'ying. Bu ham uyga vazifa. Va bugungi harfimiz harfu dal, ya'ni dal harfi ekan. Uktub, yoz. Dal harfi ikki ko'rinishli harf hisoblanadi. Ya'ni mana bu yakka holda hamda mana bu so'z boshida kelishi. Tamam? Ikkita ko'rinishi bir xil ekan. Bu so'z boshida va yakka holda bir xil kelar ekan. Dumu'un ko'z yosh degani. Va dalni ikkinchi, ya'ni so'z o'rtasi va so'z oxirida kelishi bir xil. Tamam? Faqat ikkita ko'rinishi bor ekan. Ba'id degani uzoq. Mana shu da harfini yozilishini yozib, mana bu yerga mos
qilib yozasiz. Ya'ni dal harfi yozish uchun mashq berilgan. Bu uyga vazifa. Bu ham dal harfi uchun. Dal harfidan so'ng bizda doimgidek gaplar berilgan. Tarjima nazariyasini o'stirish uchun, tarjima mahoratini o'stirish uchun mana shunday kichkina gaplardan boshlash kerak albatta. Sekin-sekin kattalashtirib boriladi inshaalloh. Istami' va raddid. Eshit va takrorla. Al-kitabu qadimun. Al-kitab degani kitob, qadimun eski. Kitob eskidir. Haza asadun kabirun. Bu katta sherdir. Ya'ishu ad-dubbu fil g'obati. Fil g'obati. G'oba degani o'rmonda. Dubbun degani dubbun. Ayiq. Ayiq o'rmonda yashaydi. Aktubu biyadi al-yumna. Al-yumna degani, ya'ni yumna so'zining ma'nosi o'ng. O'ng, yadi qo'limda. O'ng qo'limda yozaman. Hadihi daru jamilatun. Dar degani hovli. Bu hovli chiroylidir. Adrusu fil ma'hadi. Ma'had degani institut. Men institutda o'qiyman. Lahmud dajaji lazizun. Dajaj degani tovuq. Tovuqning go'shti, lahm go'sht. Tovuqning go'shti shirindir. Bag'dadu asimatul Iroq. Asima poytaxt. Bag'dod Iroqning poytaxtidir. Fil hadiqati vurudun. Vurud degani varda, ya'ni gul so'zining ko'pligi, gullar. Hadiqa bilamiz, bog'. Bog'da gullar bor. Labistu bintalan jadidan. Labistu kiydim, yangi shimni kiydim. Rokibtu darrojatan hawaiya. Men, demak, velosiped mindim. Uhibbu kuratal qadam. Kuratal qadam degani, demak, ma'nosi nima ekan? Aytib o'tdik, futbol. Men futbolni yaxshi ko'raman. Tamam? Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Inshaalloh keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr. Darslarni yaxshi o'zlashtirasiz degan umiddaman. Uyga vazifalarni qilib, yangi so'zlarni yodlab boring. Ma'assalama.